Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga forschasiga yoshartiruvchi olma deyiladigan shaftolining foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Ayni shaftoli g'arq pishgan va arzonlagan paytda tez shaftoli yeyishga harakat qiling. Shaftoli mazali va sog'lom ovqatlanishni istaganlar uchun ajoyib tanlov. Mazkur sermeva tarkibida kaloriya miqdori past, B vitaminlarini o'z ichiga oladi va shuning uchun ham kayfiyat yaxshilanishiga yordam beradi. Bundan tashqari shaftoli boshqa ko'plab foydali xususiyatlarga ega. Shaftoli antidepressant sifatida. Kayfiyatingiz o'zgarganda, stress yoki xavotirda 1-2 shaftoli iste'mol qiling. Agar buni har kuni qilsangiz, bir haftadan so'ng kayfiyatingiz muvozanatga kelayotganini sezasiz. Bu shaftoli tarkibida B vitaminlari kompleksi borligi bilan bog'liq. B1, B2, B3, B4, B5, B6 va B9 va magniy. Shaftoli tarkibidagi uglevodlar kayfiyatni ko'taradi. 100 gram shaftoli 8-4 gram shakar bilan to'yingan. Ular shaftoli tarkibida oziq-ovqat kletchatkasi va pektin borligi sababli sekin so'riladi. Ammo shunga qaramay qandli diabetga chalinganlar ehtiyot bo'lishlari va qancha shaftoli yeyish mumkinligi haqida shifokor bilan maslahatlashishlari kerak. Shaftolining hazm qilish tizimiga foydasi. Bu meva pektin va kletchatkaga boy. Shuningdek, uning tarkibida probiotiklar mavjud. Bu komponentlar ichak mikroflorasini yaxshilaydi va oziqlantiradi, toksinlardan tozalaydi. Shuningdek, pektin ortiqcha yog'larni, triglitseridni va yomon xolesterinni yo'q qiladi. Shuningdek, shaftoli homiladorlik paytida toksikoz alomatlarini kamaytirishi mumkin. Ammo oshqozon ichak kasalliklari, gastrit, oshqozon yarasi bor bemorlarga shaftoli yeyish tavsiya qilinmaydi. Shaftolining bo'g'im, yurak, qon tomirlari uchun ahamiyati. Shaftoli tarkibida juda ko'p miqdorda kaliy bor. Bitta shaftolida taxminan 333 mg kaliy mavjud bo'lib, u organizm uchun bebahodir. Kaliy mushaklar qisqarishini tartibga soladi. Qon bosimini normallashtiradi. Yurakning beqaror ishlashi uchun kerak. Bundan tashqari yuqorida aytib o'tganimizdek, shaftoli tarkibida magniy mavjud bo'lib, u ateroskleroz, insult va infarkt rivojlanishining oldini oladi. Shaftoli tarkibida ko'p bo'lgan fosfor qon tomirlari devorlarini mustahkamlaydi. Shuningdek, mazkur meva tarkibidagi temir va K vitamini qon ivishi, gemoglobin darajasini tartibga solish va kamqonlikning oldini oladi. Suyak va tish salomatligiga ta'siri. Shaftoli osteoporoz, artrit va artroz, shuningdek tish zararlanishining davosi hisoblanadi. Chunki 100 gram mevada 6 mg kalsiy bor. Yuqorida aytganimizdek, meva tarkibida magniy bor. Bu esa kalsiy so'rilishini rag'batlantiradi. Fosfor esa tish va suyak to'qimalari uchun foydalidir. Bundan tashqari fosfor miya va mushaklar faoliyati uchun zarur modda. C vitamini va rux kollagen ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. Bu biriktiruvchi to'qima bo'g'im, suyak va tishlar salomatligini ta'minlaydi. Forscha yoshartiruvchi olma. Ertaklardagi yoshartiruvchi olma aslida shaftoliga nisbatan ishlatilgandir. Ehtimol. Chunki bu meva antioksidantlar C va A vitamini, selen, mis, polifenol va karotinga boy. Ular chindan ham erta qarishga qarshi kurashda yordam beradi. Bundan tashqari shaftoli stress bilan kurashda foydali. Shaftoli tarkibidagi antioksidantlar hujayralarni erkin radikallar va DNK shikastlanishidan himoya qiladi. Shaftoli teri, soch va tirnoqlar holatini ham yaxshilaydi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. G'arq pishgan shaftolidan har kuni iste'mol qilishga harakat qiling va albatta Hayron o'z kanalini kuzatishda davom eting.